Ha, uka. Meni ham Makkaga olib ketasanmi? Ha, men onamni boraman jannatga, Makkaga. Men onamni boraman, yayov boraman. Men onamni yayov boraman. Yayov boraman jannatga onamni. Ona. Ho. Makkaga qachon boramiz? Ketdikmi Makkaga? Biz Makkaga bormaymiz, bolam. Sog'lig'im ko'tarmaydi meni. Uni ustiga yo'q, qanday boramiz axir? Ha, Samira aytdi-ku, bir odam onasini Makkaga yayov boribdi. Bolam. Bir odam Bolam, Makka degani juda ham olisda. Sen bugun bozorga borib kelding-ku. O'sha bozorga 1000 marta borib kelgandek. Undan ko'ra bu pullarni qishloqdagi muhtoj oilalarga tarqatamiz, ma'qulmi? Samira onasini olib boradi-da Makkaga. Biz ham yayov boraveramiz. Samir seni aldagan. Ha, aldagani yo'q, aldash gunoh, ona. Aldash gunoh, aldash. Bo'ldi. Necha martalab aytish kerak senga? Hoy bolam. Nega turib olding? Endi tahajjud namozini vaqti bo'ldi. Tur, kirib uxla. Ona, Ha? men sizsiz jannatda nima qilaman jannatda? Menga Samira aytdi-da, kim onasini Makkaga olib borsa, jannatga kiradi dedi, jannatga. Onasi jannatga kiradi, Samira aytdi. Yaxshi. Yur. Tunda uxlash kerak bolam. Meni qiynamagandek tur, uyga kirib yotib uxla, tur. o'g'lim. Qiynamay. Yiroqqa. Qiynamay. Yur. Ay. Yaxshimisiz? Rahmat. Hoji aka qanilar? Rayhon opa, bu 4000 so'm pensiyani. Nima qilasiz? Yangi ish boshlabsizlar-ku? Qanaqa ish? Hajga boramiz deb qo'yni qimmat sotish. Ha? Meni buzog'imni ham sotib bermaysizmi? Nima deb valdirayapsan? Qani? Qay birini soppa-sog' o'g'ling Makkaga olib boraman deyapti, ha? Makkaga deydi. Sizlarga faqat masxara qilish bo'lsa bo'ldi. Ha, endi rost gapirish kerak-da. Hajga boramiz deb odamlarning cho'ntagini quritmay. Kim yolg'on gapirdi?